Hozirgi holatgacha nechta kitob o'qigan bo'lsam, bunchalik meni miyam kitob bilan urushmagan. Xo'p, assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana 18 kun deganda men bitta kitob o'qib tugatdim va men buni qisqacha sizlarga aytib bermoqchiman. Ya'ni bu qaysi kitob va nima kerak? Ervel Etelining Anomaliya kitobi. Xo'p. Yangi yozilgan. Asaxiy tomonidan chop qilingan. 2021-yil. Bu kitob nima haqida va nimaga siz bu kitobni o'qishingiz kerak? Tasavvur qiling, siz ikkita bo'lasiz. Tasavvur qiling, siz hozir dunyoda yashayapsiz, lekin bu dunyoda yashamayapsiz. G'alati. Agar men aytgan narsani tasavvur qilgan bo'lsangiz, uje siz bu kitobni olishga qaror qildingiz. Men bunaqa savol berib, men sizga video olaman. Chunki tasavvur qiling, sizni qarshingizda bitta odam bo'ladi va u odam sizni xasangiz yoki xusangiz emas, u sizga o'xshagan odam bo'ladi. Siz nimani hozir his qilayotgan bo'lsangiz, u ham xuddi o'sha narsa his qiladi. Yoshlikdan siz bilan birga o'sadi va o'sha sizni qarshingizda turadi. Hech qanaqa oyna emas. Siz bilan bir xil odam. Ya'ni xuddi shu narsa 243 ta odamda sodir bo'ladi kitob ichida. Shunaqa voqea bo'ladi va siz bu kitobni o'qiganingizdan keyin prosta ham maza qilasiz kitob o'qib, ham yanada fantaziyangiz oshadi. Men masalan shu narsani o'zimda his qildim. Men rostdan ham odammanmi? Men hech qanaqa dastur emasmanmi degan savolni to'g'ri, bu fantaziya, lekin juda kuchli yozilgan kitob hisoblandi men uchun. Va sizlarga realni tavsiya qilaman. Mana bir o'ylab ko'ring. Men hazillashmayapman. Rostdan tasavvur qiling, sizni qarshida turgan odam bu siz.